اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bizni yuqdan bar qilib, bizga iman bergan, turlidan-turli rizqlari bilan bizni suyundirib turgan, alamlardan xo'jasi, tarbiyachisi bo'lgan Alloh taolaga ko'ngildan chiqqan barcha maqtov hamd sanalar borib erishsaydi. Ham suyukli Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga da shu komil dinni bizga erishtirgani uchun, halal bilan haromni ayirg'ay o'rgatgani uchun anga da ko'nglimizdan chiqqan salovat shariflar ana ahlul baytine shulay borib erishsaydi. Ham alhamdulillah mana Payg'ambarimizning duolari degan darslarimizni davom etamiz. Bugun da bir Muslim jintida kela turgan sahih hadislarda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qila turgan duo bilan tanishirmiz. Zayd ibn Arqam radhiyallohu anhu ayta, shu Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu duo bilan u Alloh taolaga murojaat etaydi. Allohumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Marsada ey Rabbim, Allohumma, ey Allah, ey Rabbim, ati nafsi taqwaha, ya'ni nafsimni, ya'ni ko'nglimni, ya'ni jonimni, bizdayni ko'ngil da deylar, jonimni da deylar, taqvoli qilsang edi. Va zakkiha anta khayru man zakkaha. Ham shu ko'nglimni de, jonimni, nafsimni de gunohlardan chistartsang edi, poklasang edi. Chunki sen eng xayrli poklovchidir. Anta waliyuha va maulaha. Sen aning yoqlovchisi ham xo'jasidir. Bunday Alloh taolaning ikki ismi shulay bir. Vali yoqlovchi ham maula xo'jasi. Bu duo narsani anglatadi. Allohumma ati nafsi taqwaha va zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha va maulaha. Ey Rabbim, menim ko'nglimni, ya'ni menim jonimni, menim jonima taqvolik bersang edi. Ya'ni ko'nglimni taqvolandirsang edi. Ani gunohlardan poklasang edi, chistartsang edi. Sen eng xayrli poklovchilarning birisi. Sen aning yoqlovchisi ham xo'jasi. Bizning endi bilamiz, butun amalimizda qo'yan bora, ko'ngildan bora. Shulay bir nafs tuzuk, tartibli bo'lsa, u egilikli, xayrli amallar qiladi. Ko'nglimiz endi nafsimiz pishroq bo'lsa, aning amallarida gunohli, fahish, noshar amallar bo'ladi. Hamma Shams surasida da aytib, kim ko'ngilin pokli ekandi, shu jonin, ko'ngilin, nafsin chistarta ekandi, pokli ekandi, qad aflaha man zakkaha. Bu o'ngishga erishadi. Kim o'ngishga erishdi? Qad aflaha. Kim o'ngishga erishdi? Man zakkaha. Kim shu jonin, ko'ngilin pokladi dey. Ham ko'ngilni, jonni kim pokli? Ham kim anga taqvolik beradi? Chunki bizning butun amalimiz bora qo'yan bundan, yurakdan, ko'ngildan. Kim anga taqvolik beradi? Shu idora ete boshqa amallar bilan da. Shunga ko'ra biz har vaqtda da ko'ngilga Alloh taolo solsin edi taqvolik, ham gunohlarga qarata nafrat, gunohlardan yiroq aytsin deb Alloh taoladan yolvorishga kerak. Chunki Alloh taolo eng xayrli poklovchi. Mana bu endi gunoh qilgan sayin ko'nglimiz voy bit pishirana.
qaralana. Agar da аны Alloh Taoladan so'rab istig'forlar qilib, iyilikli amallar qilib shistarib turmasak, ul bizning tosh kabi qotashaq. G'afilga aylanashaq. Ul shusha Allohning so'zlari bilan, payg'ambarimizning hadislari bilan ta'sirlanmayashaq, ta'sir etmayashaq ulanga. Chunki ul tosh qilib qotgan edi. Kirib bo'lmay, аны jibitib bo'lmay. Ham shunda Alloh subhanahu wa taala Nisa surasida aytadi: "Balillah yuzakki man yasha." Alloh taolo kimga tilaydi, ularni poklaydi, chistartadi. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. Agar da Allohning fazilati, rahmati sizga qarata bo'lmasa, bir kimni da poklamasa, chistartmasa edi. Sizning orangizdan birigizni walakin Allah yuzakki man yasha. Amma Alloh taolo kimni tilaydi, shuni poklay, chistartadi, jonimdi, ko'ngilindi. Ko'ramna, Qur'onning dini oshar kishi deylar, shular bit nechiginde bunday amallar qilib qoladi. Ana butun nasharlig'i narsadan chiqadi, ko'ngildan chiqadi. Yuragimiz, ko'ngilimizdek, shular bit eng muhim rollarni o'ynaydi bizning dinimizda. Ham shundaqda mana bu turli ofatlardan da yoqlovchi xo'jamiz Alloh taolo vali yani yoqlovchi. Xotin qizning bit valisi bor, yoqlovchisi. Shular bit bizning dinimizda qiz bolani boshda endi atisi yoqlovchi bularlar kuyovga bergach aning eri, aning yoqlovchisi bular. Shular bit yoqlab tura, saqlab tura. Alloh taolo barchadan bolasining vali, yoqlovchisi, ham mavla, xo'jasi. Shunga ko'ra Alloh taolo vali bo'lganiga ko'ra biz Alloh subhanahu va taoladan so'raymiz, ul bizni yoqlasin deb. Va yatawalla solihin, ul kimlarni iyilikli, izgi amallarni qiluvchilarni ishlaydi, yoqlaydi. Shunga ko'ra jaman qay bir kishi bedindi so'rov bera, nishapti namoz o'qiy olmayman, nishap xayrli amallar qila olmayman deb. Tilimdi namozga boraman, ammo buldira olmayman deb. Men dinni bekor ataman, masjidga yuraman. Ko'ngil pishiroq. Agarda ko'ngil pishiroqlikdan orinsak, nishiga orin olamiz? Allohdan yolvorib qana. Ey Robbim, ko'nglimni poklasang edi. Shu duoni qilib Alloh taoladan har vaqtda da so'rab, ey Robbim, taqvolik bersang edi deb. Gunoh pishiroqligidan orindirsang edi deb. Sen eng xayrli poklovchi, sen yoqlovchi, sen xo'jasi deb so'rasak, ham az bo'lsa da endi yaxshilik qilarga umtilsak. Masalan, bir namozga bosasan, ikkisini o'rgana boshlaysan, 5 vaqtga yuriy olmasan, bir namozga hatto bu masjidga yuriy boshlaysan, o'qituvchi top, Qur'on o'qirga o'rgana boshlasan, azmi ko'pmi kirim kirdi ekan, bir ulushini endi muhtojlarga berib, og'ir holda qolganlarga yordam etib, nashula aytib taqvolana boshlasa, ham shu sababli Alloh taolo ko'ngilingni izgilik gunohlaringni surtib, izgilik bilan endi nurlantirsa ko'ngilingni, senga dinga kirganda, to'g'ri yo'ldan borganda yengil bo'lacak. Shunga ko'ra jamoat, agarda Alloh yengillaytmay ekan, ko'ngilga taqvolik solmay ekan, gunoh pishirog'ini orindirmay ekan, biz bir o'zimizgina bir nishlay olmaymiz. Shunga ko'ra har vaqtda da Allohumma ati nafsi taqvaha. Ey Robbim, ko'nglimga taqvolik sol deb so'rarga kerak. Taqvolik jannatda da, bu dunyoda jannatda da baxtli etargan tub sabab taqvolik. Shunga Allohumma ati nafsi taqvaha. Ko'nglimni, jonimni taqvolandirsang deb so'rarga kerak. وَزَكِّيهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا. Ey Robbim, shistart, poklandir gunohlardan. Chunki sen eng xayrli shistartuvchi, poklandiruvchi. Anta waliyuha va mavlaha. Sen yoqlovchi, ham sen xo'jasi.
Казан белән камәт арасында намаздан соң төнебезнең 3нче яртысында менә кулларыбызны күтәреп шушы дуаны сорыйк. Чөнки бүген көндә менә бик зарланалар шулай бит, аферистлар күп. Әшәкелек күп, начарлык күбәйде дип, балалар тәртипсезлек. Ни сәбәпле? Күңелебез пычрак булу аркасында. Аллаһ Тәгалә күңелләребезне сафландырса, пакласа гына, безнең тормышыбыз яхшыга үзгәрәчәк. Шуңа күрә ялварыйк. Ничек итеп? Аллаһумма ати нафси тaqwaha ва заккиха анта хайру ман заккаха. Анта валиюха ва маулаха. Эй Раббым, минем җаныма, күңелемә тaqвалык бир. Аны гөнаһлардан пакла. Арындыр, чистарт. Чөнки син иң хәерле паклаучы. Син аның яклаучысы һәм хуҗасы. Субханакалла бихамдик ва ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.